Men sizlarga zo'r kiyimlarni dehqon bozori ichidan topib qo'ydim. Ketdik, lokatsiyani ko'rsataman. Mana shu yerda Madina Style do'konimiz joylashgan. Men sizlarga nimaga lokatsiyani ko'rsatdim? Chunki bu do'konda hozir skidkani dahshati ketyapti. Mana masalan, men tapchkalarimiz 45 mingdan, mana bulari esa 50 mingdan. Buni chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Angrenda bunaqa narxlarni hech qayerdan topa olmaysizlar. Tapchkalarni qo'yaveramiz. Men bosonojkalar, tuflilar eski narxi 300-350 ming bo'lgan aksiyada 190 ming, 150 mingdan kelinglar. Mana shu tepada turgan barcha turetskiy xalatlar eski narxi 550 mingdan, hozir skidkada hammasi 350 mingdan. Hamma joyda 350 mingdan turadigan dvoykalar Madina Style'da 300 mingdan, 200 mingdan turadigan rubashkalar esa 150 mingdan. Xullas Madina Style'ga kelib, boshdan oyoqgacha kiyinib ketinglar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Skidkadan foydalanib olinglar.